Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan ta'sis qilingan to'liq televiziyasining bugungi Naq Maydon programmasiga xush keldingizlar aziz qarindoshlar. Men Farhod Yurunqashulaman. Oldi bilan Dünya Uyghur Qurultayıga vakolatdan hammanglarni yurakdan salomlayman. Mushu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Hammanglarni Janob Alloh salomat qilsin aziz qarindoshlar. Bugungi bu Naq Maydon programmamizda maxsus bizningki elga tunilgan Uyghur xalqining, Sharq Turkiston xalqining qaysar, qo'rqmas, botir o'g'loni Abdukerim, Abduvali beg'ishildik aziz qarindoshlar. Bugungi bu Naq Maydon suhbatimizning asosiy temasi bizning yana butun elga, xalqimizga Kerem Qari deb tunilgan bizning diniy ustozimiz, bizning aziz shehidimiz Kerem Qariga beg'ishlandi bugungi maxsus programmamiz. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum 28 yıldan bu yan Xitoyning qorong'u zindonlarida bu yerda azob uqubat chekayotgan va hech bir zaman o'zining iymonidan, o'zining e'tiqodidan yonmagan, Xitoyga hech bir zaman tiz bukmagan, bu yerda o'zining g'ururini, iymonini saqlagan, o'zining milliy jasoratini saqlagan bizningki milliy ustozimiz, diniy ustozimiz Kerem Qarimninki Xitoyninki turmusida shehid qilinganlik xabarini oldik. Butun mujoratda yashayotgan qarindoshlarimizning hammasi hozir musibat ichida. Butun Sharq Turkiston xalqininki besi sog' bo'lsin aziz qarindoshlar. Bu xabar haqiqatan hammamizni intayin qayg'ulantirdi, yana bir tarafdan intayin g'azablantirdi aziz qarindoshlar. G'azablashimizdagi sabab asosli bu yerda mustabid kommunist Xitoy hokimiyati bizningki aziz o'g'lonimiz, Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni Kerem Qarimni turmada shehid qilish orqali o'zininki bu yerda qonxo'r, bu yerda jallod, mustabid, muttaham, qonunsiz abdi basharasini dunyo jamoatchiligiga bir qitim oshkorlab bergan bo'ldi aziz qarindoshlar. 28 yildan buyon Xitoyning qorong'u zindonlarida yetayotgan bizningki suyimli ustozimiz, aziz shehidimiz Kerem Qarim bu xalqaro kishilik huquq tashkilotlarininki asas kun tartiblarida badda aziz qarindoshlar, xalqaro kechirim tashkiloti va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining dokladlaridan bir qancha qitim Kerem Qarimninki voqeasi, bu yerda qonunsiz tutqun qilinganlik voqeasi va 20 necha yildan buyon haqsiz bu yerda Xitoyninki qorong'u zindonlarida yetayotganlik masalasi ayblangan va mustabid kommunist Xitoy hokimiyatidan bu yerda hech bir gunoyi, hech bir jinoyati bo'lmagan Kerem Qarimni shartsiz qo'yib berishni talab qilib kelgan aziz qarindoshlar. Kerem Qarim ko'pinchalar bilasizlar 1990-yil 11-oyda mustabid kommunist Xitoy hokimiyati bu aksil inqilobi tashviqot olib qolgan, quturatlik qilgan degan quruq tuhmat bilan hech qanday bir dalil isbotga tayanmay turib dastlab 12 yil qamoq jazosi hukm qilgan va keyin turmada o'zgarish ifodasi yaxshi emas deganni bahona qilib turib 4-5 qitim keyin turma muddatini uzatgan aziz qarindoshlar. Oxiri bu yerda bizningki milliy ustozimizningki qadrlik, suyumlik ustozimizningki turmada shehid qilinganlik xabarini oldik aziz qarindoshlar. Tunugun bizningki navbatda Avstraliya ziyorati bo'layotgan Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim maxsus Dunyo Uyghur Qurultayi nomidan ta'ziya nomi e'lon qildi. Bütün chetlarda muajiratdagi qarindoshlarimiz bor, tashkilotlarimiz bor. Bu yerda o'zininki qayg'usini, ta'ziyasini bildiryapti va Sharq Turkiston ulamolar birligininki chaqiriqi bilan Xudoyim bo'lsa atlikki juma kuni juma namozidan keyin butun dunyodagi bu yerda Sharq Turkiston masjidlari, Uyg'ur masjidlarida maxsus aziz shehidimiz Abdukerim Abduvali üçün bu yerda g'oyibona jinoza namozi o'tkazildi aziz qarindoshlar. Buni bu yerda bir xotirlatib o'tay. Aslida bugungi suhbatimizningki mehmoni Sharq Turkiston ulamolar birligininki raisi doktor Ataulloh Shayar apandim bo'ladi bugun ekranimizga aslida chiqarishni planlagan to'q. Afsuski jiddiy bir yig'inayotgan va bizimiz safarga jiddiy hozirlik qilib o'tibdi. Shuning uchun bu bugün bu planımız amalga oshmay qoldi. Birozdan keyin inshaalloh doktor Ataulloh Shayar apandimmi telefon orqali inshaalloh bizning bu suhbatimizga daxil bo'ldi aziz qarindoshlar.
Bugünkü söhbetimizge biz, bugünkü Nahmaydan söhbetimizge aziz qarindoshlar ko'rayotganlar Dunyo qurultiyi tarafidan ta'sis qilingan to'rt televiziyasininki Nahmaydan programmasi ham bu bugungi programmamiz maxsus bizningki aziz shehidimiz Botir o'g'lonimiz Abdukarim Abduvali ya'ni Kerem Qarim uchun bag'ishlangan bir programma. Bugun bu haqda aziz shehidimizningki bu yerda shonliq kurash tarixini hayotini bu yerda anglaymiz boshqa qarindoshlarimizdan. Bugun bu Nahmaydan programmamizga ayni vaqtida vatanda Kerem Qarim bilan bir ustozda tarbiya ko'rgan va navbatda Germaniyada istiqomat qilib turayotgan Dunyo qurultiyi fondining raisi bizningki diniy zotlarimizdan Abdujalil Ahmad Qarajimni bugun bu alayda suhbatimizga, maxsus suhbatimizga taklif qildik. Hurmatli Abdujalil Qarajim, ataydan vaqtingizni chiqarib bu hurmatli ustozimiz, shehidimiz Abdukarim Abduvaliga bag'ishlangan bu programma qatnashib berganligingiz uchun sizga alayda rahmatimizni bildiramiz. Xush keldingiz. Men rahmat aytaman. Aziz xalqimni salomlayman. Hozir ham bu programmani boshlashdan burun ustozimiz Abdukarim Abduvalining shundaqla vatanimizda shehid bo'lgan shehidlar haqida bir Qur'on tilovat qilish bilan boshlaymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. Merhum ustazımıznınki yatqa yerine Cenab-ı Allah aziz şehitlerinin cümlesinden kılsın, yatqa yerine cennet kılsın. Şu cümleden vatanımız Şarkı Türkistan'da bu Kerem Qarim'deki Xitay zindallarda ve hazırkı lagerlarda şehit olan barlıq şehitlerimizga Cenab-ı Allah cennetil firdevs'ten orun bersin. Amin. Ve şu vatanımız yolunda kurash qilayotgan kurashchilarimizni, qahramonlarimizni Cenab-ı Allah Kerem Qarimga ato qilgandek ruh, jasorat, qo'rqmas yurak ve yanmas iroda ato qilsin. Amin. Milletimizning, xalqimizninki besh saqi bo'lsin. Allah Teala şu Kerem Qarimdek ustozlarimizni vatanimizda xalqimizning ichidan minglarcha, 10 minglarcha Kerem Qarimlarni yetishtirib chiqqanini nasib qilsin. Amin. Şu kişininki mangan qadim bo'yicha mengishqi nasib qilsin. Amin. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar, hozir sizlarni ko'rayotganlar Dunyo qurultiyi tarafidan ta'sis qilingan to'rt televiziyasininki Nahmaydan programmasi. Boya programmamizning beshida deb o'tdim. Bu programmamiz, bugungi bu programmamiz maxsus bizniki Mustabid Komissar Xitoy hokimiyatiningki Qaranquy zindonlarida shehid qilingan aziz ustozimiz, aziz shehidimiz Abdukarim Abduvali uchun bag'ishlangan maxsus bir programma. Aziz qarindoshlar, butun xalqimiz hozir musibat ichida. Tün ögüm Dunyo qurultiyininki reis Dolqunay Sahibendim qurultay nomidan bir ta'ziya nomi e'lon qilgan va butun Dunyo qurultiyi nomidan o'zininki bu yerda qayg'usini bildirgan aziz qarindoshlar. Bu haqiqatan hammamizning yuragini qattiq azoblaydi. Hurmatli Qarajim, masalan, endi bu bizniki Kerem Qarimning aytib mashhur
bizniki şu devrdeki dini zatların içinde hem de nayt köp ben bir ziyali uluş tüm bilenmi nayt köp namını anlayan çünkü aynı vaxtıda şu 80 yıllarda yaşlarımızda doğru bir dini nazariye, doğru bir dini ideya, sağlam, sap bir dini yetekçi ideya bilen terbiyeleştiğin çok rolü olan deydi. Siz bir dini zat, okşaş bir ustazdın talim koygan bir dini zat oluştuktan Kerem Qarı'nın hayatına qandaq bağa verirsiniz şahsi özünüz? Assalamu alaikum. Farkım milletim. Hem Kerem Qarı şu Xitay komünistleri, Xitay tacavuzları vatnimiz Şarkı Türkistan'da 1949 yılı besvedip 1979 yılı 8 yılı kelgen aralıkta şu vatnimizdeki alimlarni, dini zatlarni, qari Qur'onlarni, ziyolilarni, boylarni her xil bana sebepler bilan bastırıp bu dinni yo'qotib kelgan. Şu 80 yılı Mavzudun'un ölgenden keyin biraz Xitayninki ichki siyosatida o'zgarish bo'lgandan keyin shu yerda o'qib yetishgan bir yosh shu chog'dagi yosh diniy zot edi. Bu Kerem Qarı vatanimizda shu uzun yillik xalqimizning ichiga singib turgan xurofotlarni, bid'atlarni va shu din nomi kirib olgan ba'zi din bo'lmagan masalalarni yo'qotishda va xalqimizga haqiqiy tavhid aqidasini, yani Allah'ın birlik barlığını teşvik ediş ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerini ihya kılış, tırıldırış ve Peygamber aleyhisselam'ın yolunda meniş ve hakiki dinin mahiyetini düşünüş ve hakiki din boyunca yaşaş, yüzün iman diyen kandak buludu, itikat diyen kandak buludu, Müslümanlarınki şekli, kıyafeti, onunki ameli hareket kandak buludu, bunu öz hareketi bilen, öz ameliyeti bilen halkımızın içinde mayli talib ilmlarda, medreselerde, mescitlerde ve ziyaliler otursa da bunu keng ko'lamdagi tashviqot elib bo'lgan qo'rqmas, botir ve o'ziniki nutqi bilan, o'zining notiqligi bilan, o'ziniki to'g'ri durustligi bilan, o'zining adab axloqi bilan, o'ziniki cho'nqur ilmi bilan xalqimiz ichiga to'nilgan bir cho'lpon edi. Afsus, talay alimlerimizni, dini zatlarimizni Xitay tacavuzları yo'qotgandek bu közge bu Kerem Qarı köz görüngenden keyin bu 85 yıldan tartib köz görüngendan başlanıp bunun aqsıga Xitaylar bununla adamlarni o'zining jasuslarini qo'yib 90 yilga kelgan vaqtning o'zida Kerem Qarı'ni jinoyatsiz, hech qanday bir sababsiz tutgan bo'ldi. 90 yildan tutgandan keyin hazırlık şu Xitayning zindonlarida mushu davrda, mushu zamanda Xitayning turmusi da eng jiq yotgan, ya'ni bunun burun cho'ng ilmolardan Mahmud Hasan Mavlevi Damulloh 27-28 yil turmada yotgan. Mushu 90 yildan keyingi turmada eng jiq yotgan Kerem Qarı ustozimizga Alloh rahmat qilsin, jannatul firdavsdan o'rin bersin. Xalqimizni shu yo'lda ma'qul nisb qilsin. Kerem Qarı o'qish jarayonida bu chaqnagan bir cho'lpon edi. Bu xalqimizga o'ziniki to'g'ri durustligi, adab axloqi, ilmiy qimmati va o'ziniki go'zalligi bilan amaliy harakati bilan xalqimizga mushu dinni, tavhid aqidasini yanmas irodani xalqimizga ta'lim tarbiya bergan ustozimizdi. Cenab-ı Allah aramızdan nayte afsus yaş hayatida şu Xitayninki zindonlarda bunun hayatı şu zindanda nabit oldu. Bütün milletimizniki bu kelgan musibetke milletimizge Cenab-ı Allah sabır versin. Kerem Qarı'daki kişilerden yüzlegen, mыңлыган Kerem Qarı'larını Cenab-ı Allah halkımızdan içiden kem kılmasın, çıkarılığını olsun. Amin inşallah. Hakikaten bu yürgümüzde qattiq azaplaydı. Bütün halkımız muhaciret yaşayotgan qarindoshlarimiz mush xabarni olgan tun o'gin ulush kundan bu yana ig'ir bir musibat ichida az qilindoshlar atlaki inshaalloh Sharq Turkiston ulamolar birligininki chaqirig'iga asosan bütün o'zimiz turayotgan davlatlarda juma namozidan keyin inshaalloh o'zimizning jamilarda va yoki boshqa jamilarda biz aziz shehidimiz marhum ustozimiz Abdülkerim Abdüveli üçün bir yerde g'oyibona janoza namozi o'qiymiz aziz qarindoshlar. Buni mu qayta bir yerde bir eskartib qo'ygim kelyotdi. Boya bizniki Abdulamat Qarazim degandek
1990-yılı Mustabid Kırmızı Xitay hakimiyeti quruq töhmetler bilen Kerem Karimni dastlabida 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan vaqtida hech qanday bir dalil isbot ko'rsatmagan. Ya'ni xalqaro kechirim tashkilotining doklatidan deyildi bu, tilga ilinib keldi hozirgacha. Hech qanday bir Xitoyninki qonunga xilof hech qanday bir jinoyat nimasini topolmagan Xitoy hukumati, ammo boya Abdulamat Qarajim deganga o'xshash bu yerda xalqimizning bir javri ishkanligini, xalqimizning bir qimmati ishkanligini, xalqimizningki kuch qo'shadigan bir jangovar bir diniy zotimiz ishkanligini Xitoy mustabid hokimiyati bilgani uchun o'zi ko'zi qadalgan maktab 28 yilning yog'i bu turmada tutibdi, oxiri shahid qildi. Aziz qarindoshlar, bugungi dunyo vaziyatida bu nihoyat cho'ng bir tragediya, shundaqla bu dunyo jamoatchiligi uchunmi bu yerda nihoyat cho'ng bir nobus deb qarayman men haqiqatan hamda haqiqatan bu yerda mustabid komissar Xitoy hokimiyatininki yana mushu shahid qilinish voqeasidanmi mustabid komissar Xitoy hokimiyatining abdi bashirsidan qonxo'r bu yerda mustabid jallod qonunsiz mutam o'ktam bir abdi bashirsin dunyo jamoatchiligi yan bir qatim ko'rgan bo'ldi. Aziz qarindoshlar, Sharq Turkiston xalqi hech bir zaman o'z xalqining erkinligi, hurligi, diniy mavjudligi, imonini qo'llab qilish yo'lida o'zining aziz jonlarini pido qilgan, qimmat hayotini pido qilgan aziz shehidlarimizni hech bir zaman unutmaydi. Unutmadi, har zaman so'ygishida abadiyan buni xotirlab kelamiz. Aziz qarindoshlar, xuddi hozirgacha Sobit Damullamni, aziz qarindoshlar, Zayniddin Yusuflarni 5 fevral G'o'lji qirg'inchiligining qahramoni Abduxilal Abdumijidlar hozirgacha xalqimiz qadrlab, xotirlab bu yerga kelyapti. Aziz qarindoshlar, bu yerda suhbatimizga yana ba'zi qarindoshlarimiz bor. Masalan, biz hozir Dunyo Qurultayı Diniy ishlar komissiyasining mudiri Sharq Turkiston Ulamolar birligininki muavin raisi ham Germaniyadagi Uyg'ur jamoatiga vakillik qilayotgan Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Turg'unjon Alovuddin Hojimov biz telefonda bir bog'lanmoqchi. Assalomu alaykum Turg'unjon hojim, qanday ahvoldiri? Aleyküm selam Abdullah, qanday ahvolingіз yaxshimi? Men Parat Yo'rinqashuliman, Naq maydondan o'zlariga telefon qilyapmiz. Naq maydonda hozir suhbatimizni biz Abdulamat Qarajim bilan davomlashtiryapmiz. Bugun bu Naq maydon programmamizni maxsus bizningki shahidimiz, bizningki qahramon o'g'lonimiz Abdukarim Abduvaliga bag'ishladik bugungi maxsus programmamizni. Bayonat güzel, Abdulamat Qarajimdan ait güzel suhbatlarni angladik. Shuning uchun o'zlarim ayni davrda o'xshash ustozda birga tarbiya ko'rgan o'zlarim ahvolini bizningki shahidimiz Kerem Qarimning ahvollarini o'zlarim biladilar. Shuning uchun o'zlariga telefon qilib o'zlarining bu shu Kerem Qarimga o'zlarining bir qarashlarini alaylik deb telefon qilgandim. Rahmet Ferhat efendim, keçirsiz men hata edep saltında isminizni. Kerem Qari, yani Kerem Abduvali deb tunulgan ama biz Kerem Qari deb tunuydik. Kerem Qari bilen biz şu 85-86 yılları tunuşkan. Hoş. Bu kişi Abdülhakim Mahsum Hacim'de okup bitirip keliş jarayonida kuchada şu İslami islahat ilib barmayız deb, yani İslamga uygun bulmagan bazı bir adetlerini yokutup İslam'ın hakiki mahiyeti boyunca, İslam'ın hakiki ruhi boyunca emel kılmağınız deb yaşlarını terbiyelep nayeti ilgar şekilde, yani İslam'ın her kandak işte yeteklep meniş rolünü ve İslam'daki bulup şu pakizlik, kanayet katlık dikkat kılış, retlik kiyiniş muşu cihetlerde mesela özünün şu talıplarga ve özünün etrafındaki dostlarga şu nayeti çıraylık pakiz kiyiş, kestim burulkülen dokpilini kiyip muşu şekilde yürüyüş, yani İslam'ın pakizlik ruhini cari kıldırış. Çünkü
bunun maksat endi burun bu dini sahadakiler bulup mu bu kiyim keçek cihatte biraz koniçe kiyim giyip sügeşke ma bu yeni devir ziyalelere bulup mu yaşla bunu dinini közgülmaydıgan, dini ölümanını közgülmaydıgan bulamışında nemelerini giyip koniç kiyimlerini koniçe bir kirlişip ketken müşündak kiyimlerini giyip yürüydiğen müşündak adamlar da bunu kutu İslam dinimizde şunda bağış şeyli degen düşünce batı. Kerem Karım bunu yok düşündüm. Nayeti pakiz retlik medeni kiyinişini teşebbüs kılıp bir xil şekilde nayeti bu nayeti evcep ketken şu bulunmu şu Aksu'nun şu şarkı nayillerinde nayeti ken külemde takılgan bu kiyiniş adeti. Kerem Karı'nın yani tesir kılgan tipi bu. Ondan keyin yeni bir milletke bizim kalbimizge tesir kılgan yeni bir tarif Kerem Karı şu İslam akidesini, İslam'ın ruhini bizden aşu ta Sutuk Buğrahan babamız tarafından kabul kılıngan şu hakiki saf hiç kandak hurapatlık, hiç kandak bid'at arlaşmagan saf akide boyunca, saf itikat boyunca bunu yenimi şu şekilde davamlaştırışını teşebbüs kılattı. Çünkü bu vakitlerde yani 80. yıllardan başlayıp o Arabistan'a yolla eçilip haremge berip geldiğin ve haremdekiler burunki muhacir kardeşlerimiz vatanga berip baralaydigan mandak bir yol eçilgandan keyin bu Arabistan'dan bağlı bulup mu şu Arabistan'ın adetlerini, mezhebini bulup mu Vahabizmni cık teşvik kılıp oturda bizden ölümalarımız otursada ve ken Müslüman Uygur halkı otursada bu şu dini ihtilaflar payda oltuğandı. Kerem Karım bununla naiti kattık karşı tuğan. Çünkü bizden hakiki İslam'ın mahiyeti bu işe, hakiki ruhi bu işe ming yıllardan emel kelgen bu bizden dinimiz. Bizden mesela biz ehl-i sünni vel cema'a mezhebimiz Hanefi mezhep, akidemiz Maturidi degandek muşu prensiplarni ching turib biz vatanimizga başka yerden başka bir mezheple yoki başka bir milletning odatlarini kirgizib milletni parchalashga bo'lmaydi. Bizning aqidamiz ming yillardan buyon odatimiz, diniy urf odatimiz, aqidamiz hammasi bir xil davomlashib kelgan. Shuning uchun bu o'zimizning shu Uyg'urga xos o'zimizning diniy aqidasini saqlab qolamiz deganni tashabbus qiladi. Hatto shu sirtdan bo'lgan ba'zi bir ulamalar bilan bu shaxsdan takallashib qolgan ahvollar bo'lgandi. Bu merhum naiti vatanimizde nurgun cık hizmetlerini kılan bulup mu yaşlar içinde dinli terbiye cihette çok rol oynayan kalbimizde naiti çok ornu var. Allah rahmet kılsın. Rahmet Turgunacığım bu güzel belgen bağlarına. Ben bu bir ziyali buluş süptümle hakikaten ben bu şimdi bir kayılı olavatım hazır. Baya mesela aziz şehitimiz Kerem Karım'ın yapağın bu. Biz ben şu vakıflı devrilde anlayttım. Muşundak bir yeni bir İslam islahat ekimi çıkıptı o yaş dini zatlar diyen. Dep bunu vatanda anlayttık. Xursam bo'lgan hakikaten Sharq Turkiston musulmonlarınınki milliy birligi qo'llab qilish bu nihoyatda muhim bir ishdi bizningki tarixiy bir majburiyatimiz deb qarayman. Shuning uchun mustabid ko'mishliqda hokimiyatda mana shu Kerem Karımga o'xshash va boshqa bizningki nurg'un diniy zotlarimizni ko'z qadalgan maktab bu 1990-yilgi Barin inqilobini bahona qilib turib onun ta'sirini tozalaymiz deganni bahona qilib turib butun Sharq Turkiston miqyosida 90-yillarning boshlaridan tortib bir yerde dini zatlar kartı keng ko'lamda qattiq bostirish harakati qildi va shu qatorda Kerem Karım'ı hech qanday o'rinsiz va quruq tuhmat bilan dalil isbotsiz holda bu yerda zindonga mahkum qilindi va nurg'un yosh ziyolilarimiz chet elga ijod qilib chiqishga majbur bo'ldi. Mana ekranimizda o'tirgan bizning Abdujaliy Ahmad Qarajimmi shu vatanda turmada yotgan, shu vaqtda turmada yotgan
Bundan keyin chet elga ijod qilib chiqishga majbur bo'lgan diniy zotlarimizningki birisi mushundaq diniy zotlarimizni orish bu Sovet Xitoy hokimiyatining deb qarayman. Chunki bizning Sharq Turkiston musulmonlarining birligini buzish uchun buni hozir qaraydigan bo'lsak, Sharq Turkistonda nihoyatda yig'ir bir mazhab jihatda hech biz hayotimizda anglab boqmagan mazhablar, yangi iqlimlar nimalar o'tirib chiqishga boshlabdi. Bumi albatta bizni biroz andishalantirayotgan bir ahvol. Hurmatli aziz qarindoshlar, hozir ko'rayotganlar Dunyo qurultiyining to'liq televiziyasi va bugungi programmamizni biz maxsus 28 yil Xitoyning turmusida yotgan va şehit kılıngan, Mustafa Xitoy hokimiyat tarafından şehit kılıngan bizningki milliy ustozimiz, bizningki vatanparvar o'g'lonimiz Kerem Qarim bag'ishlangan bir programma hozir Dunyo qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri ve Sharq Turkiston Ulamolar birligining raisi, Yevropa Sharq Turkiston birligining Ulamolar birligining muavir raisi, Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Turg'unjon Hojim hozir bizningki telefon orqali bugungi bu maxsus suhbatimizga qatnashyapti. Hurmatli Turg'unjon Hojim, sizlar masalan Ulamolar birligi nomidan murojaat e'lon qilibsizlar. Cuma namozdan keyin g'oyibona janoza namozi o'tish haqida bu vaqtda bir izoh bersangiz va Germaniyada bu vaqtda qanday bir tayyorlik bor? Bu qayg'uli xabarni anlagandan keyin Sharq Turkiston Ulamolar birligi darhol yig'ilib bir bu haqda bir bayonot e'lon qildi. Ham shu marhumning ro'yiga butun dunyoning hamma yerida Uyg'urlar bo'lgan hamma davlatlarda Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib, ya'ni bir to'planib marhumning g'iyobiy janoza namozini o'qish haqida Ulamolar birligi buni tashabbus qilib o'tirga qo'ydi. Biz bu shunga asosan shu oldimizdagi juma kunisi ya'ni erta jumadan yenib bizning shu Myunxdagi Uyg'ur masjidida marhumning janoza namozini g'iyobiy shaklda o'qiymiz. Ya'ni bu g'iyobiy shaklda namoz o'qish shu payg'ambarimizning vaqtidan qolgan bir yaxshi odat. Shunday cho'ng muhim hürmetlik insanlar için namaz gıyabi şekilde okuldu. Bunu biz merhum Muhammed Salih Damullacım'ı okuduk, Abdülhamid Damullacım'ı okuduk. Xuddi shuningdek Kerem Qarim'ı aşının o'xshash vatanimizda keyingi vaqtda yetilib chiqqan eng ilg'or, eng imonli, eng vijdonli hech qanday Xitoyning mayli qattiq azoplash işkence qilish şekilde bo'lsin yoki aldamchilik şekilde bo'lsin uni taslim qilish niyatiga hech qachon Xitoyni yetkazmagan. Yani hech qanday şekilde bo'ysunmagandi. Agar Kerem Qarim qo'pib bo'ldi, men qilganim xato ekan, men xato qilibman. Bo'ldi, endi bundan keyin partiya hukumatning deganini qilaman desa shu hamon chiqarib o'tadi. Albatta uni chiqarib hali bir nimalarni berish, imtiyozlarni berishi mumkin Xitoy kommunist hokimiyati, ama Kerem Qarim bunda hech qanday bu Xitoyning aldamchiligiga va qiyin qisqartligiga bosh egmadi, bo'ysunmadi. Ya'ni o'zining haqiqiy bir Uyg'ur diniy o'limiga xos o'zining vijdoniy va imoni bilan ketdi. Alloh rahmat qilsin. Amin. Hakikaten Cenab-ı Allah aziz şehitimizin mertebesini ziyade kılsın. Hakikaten bütün Şarkı Türkistan halkı örnek ilişki tegişlik bir ustazımız. 28 yıl az yapmamız. 28 yıllık bir zindan hayatıda, türme hayatıda hiç bir zaman Xitayga egilmegen, sunmagan özünün itikadını, özünün bir yerde gururunu, özünün milli iradesini 28 yıl izcil halda saklap gelgen ve ahirki bir yerde nefsi kadar bunu saklap kalgan hakikaten bu bütün Şarkı Türkistan halkı iftiharlandıran, fakrlandıran, ülgelişlik, tegişlik bir iş. Turg'un Hacım, unda olsa ataytın vaxtları ne çıkarıp bu söhbetimiz qatnashib berganliklari uchun o'zingizga rahmat unda olsa. Sizga ko'p rahmat Barat efendim. Bu programmaga meni da'vat qilganligingiz uchun rahmat aytaman. Alloh muvaffaqiyat qilsin. Rahmat. Rahmat. Aziz qarindoshlar, navbat ko'rayotgan Dunyo qurultiyi to'rt televiziyasining naq maydon programmasi va boya bir qancha qaytim eskartib o'tdim. Bu keng programmamizga
dahil olgan qarindoshlarımızga yana bir eskartib qo'yishni zurut topdim va bugungi bu maxsus programmamizni biz Kerem Qarımğa, ya'ni Abdukerim Abduvali şehidimizga, ustozimizga onunla ishildik bu programmani va shu davrda birga o'qigan bir ustozni ta'lim olgan ba'zi qarindoshlarimiz bilan Kerem Qarım'ningki hayoti haqida bir suhbat o'tkazib az qarindoshlar, xo'sh Qarajim, sizlarni biroz saqlatib qo'ydik. Turg'un hojimninki bu so'zni anla haqiqatan ham de sizlar yana qanday qaraylar, masalan Turg'un hojimninki bergan bahosiga Kerem Qarım'ninki bu diniy jihat islohot olib borgan, masalan yangilik olib borgan bu kechirmishlarga bu qanday bavrlar? Turg'un hojimninki ustozimiz Kerem Qarım'a bergan bahasi nihoyatda to'g'ri baho. Çünkü bu Kerem Qarım'ninki hem de bu kiyim-kechak kiyish, yoshlarni tarbiyalash buning bilan emas, yezib qishloqlardagi dehqonlarga berib ularninki ong saviya jihatdan ularni dinga bo'lgan qarashi, iymon e'tiqodiniki qanday bo'lganlik to'g'riliq ularga ta'lim tarbiya berish, yoshlarni tarbiyalash, ziyolilar o'rtasida cho'nqir kirib kelib, ziyolilar bilan dindarlar o'rtasidagi bir parda bor. Bu pardani yetib tashlab, ziyolilar bilan xalqimizning o'rtasini inoqlashtirish, ittifoqlashtirish, ziyolilar bilan diniy sohadagilarning o'rtasini ittifoqlashtirish, bu ziyolilar boshqa dunyo va dindarlar boshqa dunyo deydigan shunday bir qarashning Kerem Qarım hammasini yetib tashlab, bu ziyoli bo'lsin, mayli dindar olim bo'lsin, bu ilmdan iborat bir shaxschininki bir pardalar ekanligini, ziyolilarninki hozirgi zamonaviy dunyovilik bu ilmni o'qiganligi, dindarlarninki uxraviylik Janobi Alloh payg'ambar alayhisolatu vassalamga o'rgatgan diniy ilmni o'qiganligi, bu har ikkisininki bu ilmdan iborat va bir chinorninki bir yo'g'on bir nimaninki shaxschi ekanligini, buning o'rtasida faqat buningda tushunilmaslik taraflarini oydinlashtirish uchun Kerem Qarım'naydı cho'nqur rol o'ynagan. Shu sababdan nurg'un ziyolilarimiz, nurg'un professorlar, universitetdagi muallimlari, har qaysi joylardagi shu maktab mudirlari, maktabning muallimlarimi shu Kerem Qarım'ninki tashviqoti, Kerem Qarım'ninki tabliği, Kerem Qarım'ninki bu islohotidan keyin shu dinni to'g'ri mohiyatda haqiqati bilan tushunib, dinga bo'lgan ko'z qarashlari nurg'un o'zgargan. Bu Kerem Qarım'ninki shu o'zi tug'an joyi Kuchadlam emas, Sharqi Turkistonninki ta Xotandan tortib Urumchigacha bo'lgan oraliqdagi butun yerlarga Kerem Qarım'ninki tashviqoti, kasetlar orqali elib borgan va uningdan boshqa shu sin algılar orqali elib borgan tashviqotlarni mayli ziyolilar bo'lsin, mayli talib ilmlar bo'lsin, ahli ilmlar bo'lsin, mayli dehqonlar bo'lsin, shu kasetlardan anglab yuzini ko'rmagan bo'lsa-mu, suyunib turib tinglab, uningdan ixlos bilan tinglab turib o'zininki aqidasiga cho'nqur o'rin olgan, xalqimizningki qalbida cho'nqur o'rin olgan shunday bir ilg'or bir diniy olim edi. Afsus, bu cho'lpon aramizdan ayrilgan bo'ldi. Allah bu kişiye rahmet eylesin. Amin. Ben bir ziyali buluş süpütüm bilen hakikaten çeksiz azaplandım, kaygırdım. Az qarindoshlar sizlarga ma'lum, Qarajim nayt obdan izohlab o'tdi. Xitoyninki maqsadi zaten 49-yilda Sharq Turkiston ishg'ol qilgandan tortib mustabid ko'mish Xitoy hukumatining qo'llanib kelgan taktikasi, eng asosiy taktikasi Sharq Turkiston xalqini bo'lib parchalab idora qilish taktikasi. Dastlabda bu yerda Uyg'urlar bilan boshqa yerlik millatlar o'tirishsiz ziyorat silishga tirishdi. Qozoqlar bilan Uyg'urlarni, Uyg'urlar bilan Qirg'izlarni, Uyg'urlar bilan Mo'g'ullarni degandek. Uningdan keyin qo'pib 1000 yildan buyon bu islom diniga e'tiqod qilib kelgan bir butun Sharq Turkiston musulmonlarini bu yerda diniga e'tiqod qildiganmi, diniga e'tiqod qilmaydiganmi deb ikkiga bo'lib o'tdi. Uningdan keyin ziyolilar bilan diniy zotlar o'tirishdimi nihoyat og'ir bu yerda ixtilof, sunniy ziddiyat, sunniy ixtilof, sunniy to'qinish paydo qilishga urinib keldi. Mana bizningki aziz shehidimiz Abdukerim Abduvaliga o'xshagan shunday munavvar, ilg'or fikrlik, o'tkir fikrlik bizningki diniy ustozlarimiz, diniy zotlarimiz mustabid ko'mish Xitoy hukumatining Sharq Turkiston xalqini bo'lib parchalash maqsadini amalga oshirmaslikda bularningki olib borgan fidokorliklari zo'r bo'ldi aziz qarindoshlar va bu fidokorlik 28 yil turmada yetish va oxiri turmada
şehit kılınış bilen akıllaştı. Bunu ait zor bir bidakarlık aziz kırındaşlar. Bizninki mana muşundaq oğlanlarımızın, muşundaq şehitlerimizin, muşundaq bidakar kahramanlarımızın sayısı Şarkı Türkistan halkı yoqab ketmey hazır. Mana özünün milli ve dini mavjudluğunu hazır saklap kelyapti aziz kırındaşlar. Programның beşinci dep ötmesi bugünkü programımızı Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Ataullah Şayarı efendimle ötküzüşünü plan kılgan top. Özü ciddi bir yığın diken ve seferge çıkış aldı tutun için biraz muvaffak bulmay kaldı. Şunun için bugün Abdülhamid Karacim'le istansımızı taklif kıldık. Şundaqdan biz Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Doktor Ataullah Şayarı efendimle bir telefon bakayla eğer ulunup kalsak Ustazımız Ataullah Şayarı'nın mı bir sözlerini anlap bakayla. Biz hazır Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Doktor Ataullah Şayarı'na telefon arkalık bağlanışıp tarışvatımız aziz kırındaşlar. Bayağı bir toplantı deyken inşallah onun kas fikrini anlayımız. Aziz kardeşler bağlanmaya kaldık. İnşallah Doktor Ataullah Şayar efendim bilen mi? Bunun dinken yana ekran arkalık birlikte söhbet ötküzüş pürüstü bulup kala. Aziz kardeşler kıravatınlar Dünya Burkuluk Tor Televiziyası'nın ki bugünkü Nakmeydan programısı. Bugünkü programımız biz aziz şehidimiz Kerem Kahraman ninki hayatıga bir yaşıldı ve baya Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin ki Mağureysi Turguncu Alaudin Nacim ninki Kerem Kahraman'ı boğan bağısını, nayet güzel bağlarını anladık ve hazır bizninki ekran aldığımızda otagan bizninki Dünya Burkuluk Fondu'nunki reisi hem bizninki en asasda Germaniyadaki tonulgan dini zatlarımızdan biri olan Abdülhamid Karacim dimmo bazı ustazımızın münasebetlik nayet güzel bir yerde sözlerini, bağlarını anladık. Hoş Karacim sizinki yana hoşum çıkıldığın fikirleri olsa, sözleri olsa anlaylı. Hoşum çıkıldığın bir fikrim hem de ustazımız hakkında Turgun Hacım'ın ait yaxşı malumatlarını görüp mayli pakizlik cihetde chet elden ekip kirgen vatanımız ming yıllardan beri etiqat kılıvatkan şu aqidini buzuş cihetden tırışkan halkımızın birlik, beraberliğini, ömrligini, ittifaqlığını saklap keliş için tırışkan taraflarını dep ötdi ve halkımızın içidimi, yani vatanның içidimi şu dinge ekip kirgen hurapatlık, mesela sofizmlik deyimiz, muşnunga okşaydıgan, şu sofizmlik yaptık kirvelip Allah'a şerik keltirdigan, falanı medet deydigan, Allah'ın başka ve Allah'ın peygamberge sünnetlerini tutmagan şekildeki yaman akide, yaman itiqatlağımı Kerem Karı naiti çıraylık şekilde, ustalık şekilde şu dinimizin göstermesi boyunca bulanın itiqadını onşaştımı naiti çoğunkur rol oynagan. Yani bu cihetlerden Kerem Karı'nın ki şu vatanımız Şarkı Türkistan ziminde ecdadımız Sultan Sultuk Buğra Han'ın devirde Ebu Nesr Samani arkalık vatanımızga kirgen ve bugün günü geçip devamlaşıp gidiyorken bu mukaddes dinimizin ki akidesine yani şu birlik beraberliğine saklap kalışta şu Xitay buna her kança bizni parçalap pırq-pırqıga ayırıp mezhep ayırıp bunun da başkuruş siyasetine yol koygan bolsa Kerem Karı'dek şunda ot yürek millet suyer kahraman oğlanlarımızınki sebebidin yani bizni parçalayanmay her pırqıga bölenmey şunda kilovatkan tarafıga bu Kerem Karı'nın bunun naiti çoğun rolu bolgan vatanımızınki halkımız içideki şu birlik beraberlikini saklap kalışta. Bu mu yani Kerem Karı'nınki közü görünerlik alayda şu vatanımızga milletimizga ko'rsatgan cho'ng xizmatlarininki biri. Rahmat Karacim.
bergan fikrlariga. Aziz qarindoshlar, biz shuning bilan bugungi bu maxsus aziz shehidimiz Abdukarim Abduvali uchun bag'ishlangan bugungi bu maxsus naq maydon programmasini mishada vaqt munosabati bilan oxirlashtirmoqchi aziz qarindoshlar. Albatta yana bundan keyingi programmalarimizda bizningki ilg'or nihoyatda alga tunilgan bizningki o'g'lonimiz, shehidimiz Kerem Qarining hayot haqida maxsus uning sardoshlari bilan uning ayni vaqtdagi billa saboqdoshlari bilan yana bu tafsiliyat ma'lumot olishga tirishimiz. Aziz qarindoshlar, biz bugungi programmamizni mishada oxirlashtirmoqchi. Kela qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Görüşürüz. Aman bulun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.